Hoji aka, Matizning yomonini topib qo'ydim, rangi sariq. Orqasida Shahobiddin mayonez bilasizlar, azoblash xizmati. Mana shu mashinani ular sotamiz. Rangi sariq ekan, tonirovka ruxsatnomasi bor ekan. O'zi ham o'tirib shekilli. Ishlar yaxshimi? Qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Mana shu mashinani sotib olaylik, xullas qisqasi. Sotamiz. Nuqta qo'yaylik azoblash xizmatiga. Nechinchi yil mashina? 2010 aka. 2010 poni kraska bo'lgan. Absit bo'lgan poni. Narxi necha pul? 3000 aka. Bosh xotirimga 2000 ga berib yuborasiz, siz. Siz obunachilarga berib yuboramiz. 2000 ga beramiz, qutunamiz, nuqtani qo'yamiz. Mana shu xobidim. Alaykum assalom aka. Yaxshimi, rahmat, o'zingiz yaxshimi? Nima bo'lyapti aka? Xullas, taniysizmi bu mashinani? Ba'zi taniysizmi? Azoblash xizmati. Mana shu mashinani sotib tugatamiz xullas. 2000 deyapti. Sotib yuborganlar mashinani. 2000 deyapti. Aka, bu 10000 sizga. Ha. O senga. Shu ko'chadan yurib chiqib, yo'qol. Mashinani endi biz borib, ularga sayohat qilamiz. Sayohat ketdi. Aka, mana shu 10000 ham oling. Chi aka. Tashab kelamiz. Xullas, mana shu videoda bor Shahobiddin mayonezga tashab qo'yinglar. Kommentariyga nuqtani qo'yinglar xullas. Tugadi xullas, Shahobiddin mayonez azoblash xizmati tugadi. Yuring. Olib keting.